Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli Bozor TV kanali obunachilari. Sizlarga bugun ko'rsatmoqchi bo'lgan obyektimiz juda katta bir qasr xonadon. Mirzo Ulug'bek tumani Amir Temur mahallada joylashgan 15 sotun maydonga qurilgan 3 ta urindan tashkil topgan binomizni bugun ko'rsatib beramiz. Uyimiz 90% bitgan, barcha kommunikatsiyalar, boshqa narsalar, hamma narsasi bitgan. Faqat qiladigan ishi faqat malyarkasi qolganingizda mana shuni sizlarga ko'rsatib beramiz. Ko'cha tomonidan ko'rinishi elitni mahallada joylashgan, mahallasini bitta ko'rsatamiz. Elitni mahallada joylashgan, atrofida xonadonlar o'zbek mahalla, yaxshi mahallada joylashgan. 15 sotun maydonga qurilgan, mana shu ko'cha tomonidan ko'rinishi uglovoyda joylashgan, bu tomoni u yoqqa qaragan, bu tomoni mana uzun bir katta bir fasadiga ega. Bu yoq darvozaxonamiz, ikkita mashina bemalol sig'adi. Bu yoq eshigimiz orqali kiriladi. Kelasizlar, sizlarga hammasini ko'rsatib beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bu yoqdan kirganimizda hurmatli mijozlar, mana ko'rib o'qinglar. Qanaqa dizayn asosida qilingan ekan. Juda chiroyli, o'rtada besetka, bu yoqda asosiy binomiz, bu yoqda basseynlarimiz, turistskiy hammomlarimiz bor, hamma narsasi malyarkalari qolgan xolos, qolgan hamma narsasi bo'lgan. Bu yoq tomondan fasadimizning ko'rinishi, hurmatli mijozlar. Birinchi qavatda 5 ta, ikkinchi qavatda 5 ta va barcha qavatlarimizda hollarimiz joylashgan va podvalimiz ham to'liq podval qilingan. Jami 12 tadan oshiq xonalarimiz bor va sanuzellarning umumiy soni 8 ta sanuzelimiz bor. Umumiy kvadrat maydoni 1870 kvadrat maydonni egallagan. Katyollarimiz hammasi qo'yilgan, hurmatli mijozlar. Mana bu tomonda mana bu basseynimizning ustida katta terassasi joylashgan. U terassaga xudo xolisi juda chiroyli, ajoyib bir tabiat, landshaftli zona qilinadi. Dizaynga ham e'tibor qilgan bo'lsanglar, bu yoqda mana zeleniy zonalari, landshaftli zonalari va bu yoqda bitta katta fontan qilinadi. Dizaynskiy proyekt asosida qilingan. Proyektda o'ziga ham katta pul ketgan, hurmatli mijozlar. Xudo xolisi, olgan odam baraka topadi. Mana shu obyektimizni sizlarga ko'rsatib beramiz. Bu yoq tomondagi binolarimizni ko'rsatmadimi? Bu yoq burchakda yozgi oshxonamiz joylashgan. Bu yoqda xolasanglar kladovka, xolasanglar bitta oshxona narsalar turadigan bitta xona qilib qo'ysanglar bo'ladi yoki sanuzel qilsanglar bo'ladi hovli uchun. Bu yoq darvozaxonamiz, hurmatli mijozlar, 2 ta 3 ta mashina bemalol sig'dirsanglar bo'ladigan sharoitda. Ko'chasi kengina, hurmatli mijozlar, ko'chasi kengligi uchun ko'chaga ham mashina qo'ysanglar bo'ladi. Oldida katta bir joylari bor. Kelar, hurmatli mijozlar, sizlarga mana shu uylarimizni ko'rsatib beramiz. Hurmatli mijozlar, podvalimizga hovlidan ham tushsak bo'ladi va binoning ichkari qismidan ham tushsak bo'ladi. Mana bu eshik tomonidan podvalga tushish joyi bor. Hovlini bitta bu yoqdan ko'rsatamiz. Dizaynlarni ham qo'yib yuboramiz, eksterior, interyerlarni albatta mana shunday holatda bo'ladi. Hammasi po proyektga qilingan. Mana bu narsalar ham po'kak qilinmagan, haqiqiy original mahsulotlar ishlatilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli mijozlar, mana kirganimizda juda katta hol qilingan. Ko'rayotgan ro'parada zinalarimiz podvalga va ikkinchi qavatimizga chiqiladi va hol ikkinchi qavatning patolog qismigacha katta qilingan. Ya'ni katta bir lyustra qo'yiladi, ajoyib bir dizaynskiy proyekt asosida. Demak, xonalarni tushuntirib o'taman. Bu yoqda ko'rayotganinglar 5 ta xonamiz, birinchi qavatimizda 5 ta xonamiz bor. Bu yoqda birinchi xonamiz oshxona, bu yoqda katta krugovoy shaklida katta bir mehmonxona, bu yoqda umumiy sanuzelimiz joylashgan, bu yoqda lift qo'yiladi, hurmatli mijozlar. Bu yoqda bo'lsa, azizlar, birinchi qavatimiz uchun mehmonxona, ya'ni ikkinchi mehmonxona. Bu yoqda ham mehmonxona sifatida qo'llansa, bu yoqda ham mehmonxona qo'ysa bo'ladi. Ikkita mehmonxona. Bu yoqda katta bir yotoqxona va yana bitta yotoqxonamiz bor. Ikkita yotoqxonamiz bor. Demak, bu yoqdan ko'rsatish boshlaymiz. Bu yoq eshigimiz orqali kirib keldik. To'pli pollar, kommunikatsiyalar va konditsionerga barcha kabellari, turbalari hammasi o'tgan, agregatlari hammasi konditsionerlar tomda turibdi. Xudo xolasa hamma kommunikatsiyalar qo'yilgan. Bu yoq ko'rayotganinglar oshxona hisoblanadi, juda katta bir oshxona. Preobrazniy shaklda bu yoqda oshxona mebellari qilinadi va kommunikatsiyalari hammasi o'tkazib yuborilgan. Podvalda katta bir 3 ta italyanskiy katyollarimiz qo'yilgan. Hurmatli mijozlar, oshxona mebelini bu yoqga joylasak, bu yoqda razdeshka oyna bo'ladi. Bu yoqda choy ichish uchun sharoitlari bor. Hovliga qaragan oynasi bor, kichik bir balkoncha qilingan. Shuni ochib chiqsa bo'ladigan sharoitda. Bu yoq ko'chaga qaragan oynalari, hurmatli mijozlar, juda katta oshxona.
Albatta, ayollarimizning orzusi oshxonamiz chiroyli bo'lsin deyshadi. Xudo xolasa sizlarga nasib etsin mana shunday uylarimiz. Demak, bu yoqdagi mehmonxonani ko'rsataman. Bu yoqda birinchi qavatimiz uchun umumiy sanuzel, aytib o'tganimdek 8 ta sanuzelimiz bor uyimizda. Bu yoqda mana katta bir mehmonxona, uglovoyning eng burchak qismida joylashgan, krugovoy qilingan, bu yoq ko'chaga qaragan, bu yoq ko'chaga qaragan oynalari mavjud. Va har bitta oynani tagiga e'tibor qilgan bo'lsanglar, radiatorlar tashlab ketilgan. Tupli pollar hammasi o'tkazilgan. Xolasanglar radiator, xolasanglar tupli pol. Va konditsionerga mana yuqoridagi simlarni ko'rsataman, elektrika simlari va konditsioner simlari, mana bu yerda konditsioner simlari hammasi o'tkazilgan. Bitta joydan yoqib o'chiriladi va har bitta konditsionerga pult qilinadi. Aytib o'tgandek, tomda buning agregatlari joylashtirib yuborilgan. Bu yozuvlarimiz orqali ikkinchi qavatimizga chiqiladi. Bu yoqda bo'lsa, aytib o'tganimdek 3 ta uringa qatnaydigan liftimiz joylashtiriladi, hurmatli mijozlar. Bu yoqda katta bir mehmonxonamiz. Kommunikatsiyalarni ko'rib turibsizlar. Uyimizning oraliq sistemasiga plitalar tashlangan va mana bu krugovoy tomonlarda plita qo'yib bo'lmagan joylarga monolit ishlatilingan, hurmatli mijozlar. Demak, hozir sizlarga ikkita mehmonxona, bitta oshxonani ko'rsatdim va endi ko'rsatadigan narsam bu yoqda katta holni ko'rdinglar. Bu yoqdan kirib keldik. Bu yoqda xonalarimiz mavjud. Bu yoq basseynimizga ham chiqish, kirish joylari mavjud. Koridorlarimiz hammasida zich qilib, tupli pol qilingan, koridorlar, ya'ni holga tupli pol qilingan, zich qilib qilingan, ya'ni isitish sistemasi juda yaxshi o'ylangan. Demak, bu yoq koridorimiz orqali kirganimizda bu yoqda katta bir yotoqxona, katta otaxonalarimiz uchun yotoqxona qilib bersak bo'ladi. Konditsionerlarga barcha kommunikatsiyalar o'tgan, bu yoqda elektrika simlari o'tgan, plitalar tashlangan. Bu yoq eshigimiz orqali basseynimizga chiqiladi. Bu basseynimizga bu yoqdan koridordan ham chiqsak bo'ladi. Bu yoqda bitta garderobxona, bu yoqda bo'lsa bitta katta sanuzelimiz joylashgan. Hozir basseynni ko'rsataman. Bundan oldin bitta xonamiz qoldi birinchi qavatimizda. Bu yoqda mana yotoqxonamiz, hurmatli mijozlar. O'g'illar uchun yotoqxona qilib bersak bo'ladi bemalol. Bu yoq koridorimizda, mana koridorimizdan chapga burilib ketsanglar, basseynimizga chiqiladi. Birinchi qavatdagi xonalar nechta bo'ldingizlar? Demak, 4 ta, 5 ta xonamiz birinchi qavatda bo'lyapti. Mana hurmatli mijozlar, katta bir basseynimiz, filtr motordan boshqa hamma narsasi qo'yib bo'lingan, faqat oblisovka ishi, malyarkasi qolgan. Bu yoqda mana bu yoqda ham suv to'ldiriladi menimcha. Mana bu koridordan kirib kelish. Bu yoqda turetskiy hammomimiz joylashadi. Turetskiy hammomimiz, hurmatli mijozlar. Bu yoqda xolasanglar finskiy sauna qilib qo'ysanglar bo'ladi. Xolasanglar dush qilib qo'ysanglar bo'ladi. Keyin aytib o'taman, hurmatli mijozlar, mana bu yoqda eshigimiz bor, hovliga chiqadigan eshik. Hovlidan bemalol kirib chiqsanglar bo'ladi. Shundan chiqsanglar yozgi oshxona, bu yoqda o'tiradigan joy qilib, yozgi oshxonada bemalol sharoitlarni qilib olsanglar bo'ladi. Bu yoq tomonda ko'rayotganingiz hovlisi juda katta. 15 sotuv maydonga qurilgan, azizlar. 6 sotuvga bino qurilgan. Aytib o'tganimdek, kvadrati 1870 kvadrat. Hurmatli mijozlar, endi sizlar bilan ko'radigan joyimiz ikkinchi qavatimizga chiqamiz. Birinchi qavatimizda aytib o'tganimdek 5 ta xonani ko'rib chiqdik. Bu yoqda 3 ta, bu yoqda 2 ta. Oshxona bilan hisoblayapman. Mana zinalarimizga e'tibor qilinglar. Neobishniy dizayn asosida qilingan. Uyimiz, hurmatli mijozlar, mana shu qurilganiga 1 yil bo'ldi. Xudo xolasa, agar mabodo oladigan odam bo'lib qolsa, narxini hozir startoviy 1.200.000 so'ralyapti. Oladigan odam bo'lib qolsa, bitirib berishga ham kelishiladi. Uncha katta summa ketmas ekan bitirishiga, chunki oz ishlari qolgan, ko'p ishlari qolmagan. Bu yoqda ikkinchi qavatimizda katta hol, bu yoqda bitta agrajdeniylar bo'ladi. Bolalar tushib ketmasligi uchun agrajdiya qilinadi. Bu yoqda katta lustra qo'yiladi. Bu yoqda katta, hozir bitta ko'rsataman. Katta oynamiz mavjud. Bemalol hovlini ko'rib tursa bo'ladigan sharoitda panoramli oynamiz. Mana baholaylar. Hovlini bemalol ko'rib tursak bo'ladi. Bu yoqda katta terrasamiz. Basseynimizning ustida katta bir terrasa mavjud. Kelayozda bu yoqda zinadan chiqib keldik. Bu yoqda yotoqxonalarimiz joylashgan. Birinchi, ikkinchi, uchinchi yotoqxonamiz va bu yoqda yana ikkita xonamiz mavjud. Bittasi katta mehmonxona hisoblanadi. Bu yoqdagi yotoqxonalarimizning ichida ham sanuzeli, ham garderob xonalari mavjud. Bu yoqdan boshlab tushuntiraman. Bu yoqda mana sanuzeli,
bu garderob katta xonasi va xonaning kattaligiga baho beringlar. Hovliga qaragan oynasi mavjud. Bu yoq oynalari bo'lsa, ko'chaga qaragan bo'ladi. Radiator uchun barcha kommunikatsiyalar tashlab ketilgan, to'pli pollar qilingan. Bu yoq garderob xonasi juda katta ekan, bemalol kiyimlarni joylashtirsa bo'ladigan sharoitda. Zinadan chiqishimiz bilan chap tomonimizda bitta umumiy sanuzelimiz va bu yoqda mehmonxonamiz, krugovoy mehmonxonamiz ustidagi yotoqxona. O'zining ichida sanuzeli bor. Mana baho beringlar, mana shu oynalarimiz tagida radiator uchun kommunikatsiyalar. Bu yoqda o'zini garderob xonasi. Bu yoq ustidagi monolit qilingan oraliq qurilma sifatida. Bu yoq liftimiz uchun joy, hurmatli mijozlar. Bu yoqda yana bitta yotoqxonamiz, o'zining ichida sanuzeli bor. Mana katta yotoqxonamiz, hurmatli mijozlar. Bolalar yotoqxonasi qilib bersak bo'ladi, o'zining ichida sanuzeli bor bu yoqda. Bu yoq ko'chaga qaragan oynasi bor. Demak, sizlar bilan hozir bitta katta hol, 3 ta xonani ko'rib chiqdik va hamma xonamizda ichida sanuzeli bor, bitta umumiy sanuzelimiz bor. 4 ta sanuzel ko'rdik, ikkinchi qavatimizni o'zida. Bu yoqda hozir ko'rsataman, juda katta bir mehmonxonamiz. Baho beringlar. Mana katta birgina mehmonxona. Uzunligi bemalol 12 metr chiqsa kerak. Bu yoq eshigimiz orqali terrasaga chiqiladi. Mehmon kelganda shunday mana bitta o'tirib choy poy ichgandan keyin terrasaga chiqib toza havoda nafas olib dam olinadigan sharoitda. Kattagina terrasa, hurmatli mijozlar. Mana bu zinalarimiz agrojneniyasining ustiga katta bir zeleniy zona qilinadi, landshaftniy zona qilinadi. Bu yerga bitta chiroyli qilib mangalni sharoit qilib olsanglar bo'ladigan sharoitda. Mana mahallani ko'rsataman, hurmatli mijozlar. Ajoyib bir mahallada joylashgan. Demak, terrasani o'zi ham shu juda katta maydonni egallagan. Bu yoqdagi xonamiz bo'lsa, hurmatli mijozlar, o'g'il bolalar uchun yotoqxona qilib bersak bo'ladi. Qayta aytib o'taman, hamma kommunikatsiyalar konditsioner uchun, elektrika uchun barcha kommunikatsiyalar o'tkazilgan va santexnika ishlari va elektrika ishlari binoni 100% bitguniga qadar bitirib beriladi, ya'ni qilib beriladi. Shartnoma shunday bo'lgan. Buning ichida o'zining sanuzeli bor. Demak, 5-sanuzel bor. Bu yoqda 3 ta, 4 ta va 5 ta. Ikkinchi qavatda o'zida 5 ta sanuzel bor, hurmatli mijozlar. Endi sizlarga podvalni bitta ko'rsatib beraman. Bitta bor-u, juda chiroyli chiqadi, juda shikarniy bo'ladi, xudo xolasa. Bu yoqda podvalimiz. Hozir kamerani boshqasiga olaman. Yorug'roq ko'rinish uchun. Bu yoqda podvalimiz, hurmatli mijozlar. 3 ta katta xonamiz bor. Bilyard, kinoteatr bu yoqda, kinoteatr joylashadi. Va bu yoqda xolasanglar, bolalar o'yingohi va xolasanglar o'zingizning sharoitingizga mos ravishda qilib olsanglar bo'ladi. Xudo xolasa podvalimizga pol qismiga to'liq gilam to'shaladi va usti ajoyib bir Armstrong yoki grilyator patologlardan foydalanilgan holatda qilinadi. Shu binomizning razmeri bilan bir xil razmerda. Bu yerda bitta kotellarimizni ko'rsatib o'taman. Hovlidan tushadigan joy ham mana shu kotelxonamizga tushiladi. Mana hurmatli mijozlar, bu yerdan hovlimizdan tushirish va bu yerda mana katta uyimizning isitish sistemasi joylashgan bo'ladi. 3 ta katta italyanskiy kotel qo'yilgan. Bitta kotelimiz basseyn uchun, jakuzi uchun qo'llaniladi. 2 ta kotelimiz uyimizning 3 tur uyini isitish uchun qo'llaniladi. Barcha santexnika ishlari 100% bo'lgan, hurmatli mijozlar, va uyimizning oxirigacha 100% bitguniga qadar hammasi qilib beriladi. Ya'ni bu yerda bitgan holatda mana ko'rayotganinglardek
Bo'ldilar, hamma sistemalar o'rnatilgan. Hurmatli mijozlar, uyimiz narxi 1.200.000 so'ralyapti. Xudo xolasa kelishtirib o'tib beradigan joylari bor. Bemalol telefon qilib sotib olsanglar bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Albatta videomizga like bosib qo'yinglar. Bazar qismimizda hurmatli mijozlar, liftimiz bor va bu yerda umumiy sanuzelimiz bor. Bu yerda katta kinoteatrimiz, mana bu mehmonxonaning tagidagi xona va boshqa xonalarimiz joylashgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Albatta videomizga like bosishinglar. Mana shu proyektimiz kimga yoqqan bo'lsa, proyekt haqida fikringizni kommentariyada qoldirasiz degan umiddamiz. Sog' bo'linglar.